Buni nima uchun gibrid deyapmiz? Sababi nima buni? Bu endi araba bilan hisorini zoti qatishganligi hisobidan gibrid. Bu endi qarang, chol takoy Ikkita zotdan qatishganda bu. Duragey deyiladi. Qaranglar, bo'yinlarni qaranglar buni. Bu buqaga o'xshaydi-ku bu. Go'shtni masalasini ko'rib turibsiz O'zbekistonda. Qancha million pul chetga chiqib ketyapti go'shtga. Chetda biz boshqa xorijiy davlatlarga go'shtga qaram bo'lib o'tiribmiz. Qo'chqorni qaranglar, uzunligini qaranglar, buni baquvvatligini qaranglar. Zver-ku bu, mana qaranglar, o'zi tayyorgarlik ko'ryapti. O'sha yugurib kelib bir-biriga tashlaydigan qo'chqor bor mana. Mana. Hozir ko'rdinglarmi? Agar ipi bo'lmaganda hozir biz oyog'imizni osmonda qilib bitta aylantirib otgan bo'lardik. O'sha asrlar davomida hamma eshitib kelgan haqiqiy 100% toza nasldagi qorako'l. Qorako'l deganda biz kichkina, pashmakkina, ustida haligi jingalak junlari bor, mayda qo'ylarni bilamiz. Bobirjon, biz Qorako'l tumaniga boramiz deganimizda birinchi esimizga kelgan narsa shu bo'ldiki, boramiz, kichkina qo'zichoqlar, boshqa kiyadigan turli xil o'sha terilari. O'sha sobiq ittifoq davridan beri borda. Bu yerda juda katta korxonalar bo'lgan. Shunaqa qo'ylarni ko'ramiz. Borib o'shalardan bittasini tayyor terilari oshlangani bo'lsa, olib ketib originaldan tikamiz deb keldik. Sizga biroz boshqacharoq variant. Bizga endi hisori, endi kilolar nima deyman, misol arabi 25-30 kilo qilsa, bular 45 kilo, 50 kilo qiladigan variantlarida bular. Buni ichida ham farqlanadi. Farqlanadi, shunday. To'g'risi bizda endi bitta qorako'l shu bir qo'y bo'ladi. Uni ham turlari bor ekan demak. Shunaqami? Shunaqa. Buni ichida hisorisini ham ko'ryapman. Hozir aralash. Hisorisi ham bor, duragesi ham bor, aralash. Mana shu dumbasi sal osilib turgani qaysi biri? Mana shu qorako'lmi? Bu arabi bilan duragey qazoqidan qatishgani. Duragey deyiladi. Duragey deyiladi shunisi. Mana bu qo'limdan ko'rsatganim shu. Shu yonidagisi. Bu yoqkisi, sariq arashani. Bu ana shunisi duragey deyiladi. Bular qazoqi bilan arabichilik nimadan qatishganda bu ikkalasi. Mana bularni ham olib, bular sal boshqacharoq bo'lib turibdi endi. Hozir bu yerda unda qorako'lchilik salgina rivojlantirganimiz. Biz orqada qolib ketibmiz, hozir shunga tushunmay turibman. Demak, bu yerda bir necha xil turlari bor ekan hozir bu yerda. Mana shu yerda necha xil qo'y bor hozir yerda? Agar bu yerda endi 3 xil qo'y bor-da. Hisorini ko'rdim. Hisori, duragey, arabi. Endi bitta savollar bor. To'g'risi men biroz qarshiroqman u narsaga, lekin bu tabiat qonuni. Shunday. Qorako'lni bilamiz, o'sha jingalak yoyilib ketmasdan terisi uchun o'sha qo'zichoqlar necha kunda so'yiladi o'zi aslida? Endi ular kunini yetishtirganini, misol 5 oy bo'lsa, bu 3 oyda, 4 oyda shunda terisi oshlanadi-da uni. Shu karaklar nimaga kirib qoladi? Jingalagi yoyilib ketmasligi kerak. Shunday. Bu ham gulini buzmasligi kerak-da. Shunaqa. Bular ham bosh yoshligida shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Sizlarda просто maqsad boshqacha bo'lgan, shunchaki. Maqsad go'sha boqish bo'lgan. U yoshligida so'yilmagan shu. Yo'q. Aslida bularni ham yoshligida so'yib olganingizda bular qayerdadir telpak bo'lib yurgan bo'lar-da hozir. Shunday. O'rtoqlar mana shuncha telpak mana. Hozir nechta berdi? 200 ta. 200 ta telpak mana. Xo'p, shu qo'rada o'zi yurmaydi-ku bular. Qayergadir chiqish kerak, aylanish kerak. Joy bormi yo siz yarim sanoat usulda shu yerda boqasiz? Yarim sanoat usulda shu yerda boqamiz. Unaqa dalalarda, u yoqda yurmaydi. Yo'q, yaylovlarimiz yo'q. Yaqinda Qashqadaryoga bordik. Bobirjonga o'xshagan yosh yigitlar, siz yoshingiz nechida hozir? 24 da. Sizga o'xshagan, mana shu atrofingizda 20, 25, 30 atrofidagi yigitlar yarim sanoat usulda tepasiga tomchilab sug'orish tizimi qo'ygan. Yer ostidan suv chiqarib, ularda bir 2 gektar joy bor ekan. Sherga bularcha ozgina ekin qiladi, ma'lum bir joyda aylanadi. Yarim sanoat usulda shunaqa katta maydonda boqar ekan. Har bitta qo'ydan $200 qiymatdagi atrofda daromad qilar ekan. Hayitgacha bir boqib oladi. Hayitdan keyin bir. Shunaqa. Sizda qanaqa bu holat bo'ladi? Siz bizda ham shunday bo'ladi. Hayitgacha bir partiyasini yo'qotdi, endi hayitdan keyin yo'qotamiz bu partiyasini. Demak, bir xil tizimda ishlaysiz. Shunday. Qo'zi olasiz. Shunday. Hayitga kelganda semirganlari o'sha taroziga chiqarganlari sotiladi. Shunday. Undan keyin yilda oxirigacha. Shunday. Kelasi yilga o'tish joyigacha yana bitta sotiladi, shunaqami? Shunaqa. Endi sir bo'lmasa, o'zi hisob kitobi bor. Bitta qo'y sotib olinishi, xarajati va bitta qo'ydan. Ularda aniq ekan. Bitta qo'yni sotib olinish narxi masalan 2-3 million. Undan keyin ularda xarajati bor, aprildan shu yemlariga ketadi. Sanoat usulidagi yarim sanoat usulida. Va o'sha qo'yni sotayotgan mahalda shu $200 ekvivalentda bitta qo'ydan hisobini chiqarishibdi. O'sha yigitlar. Sizda qanaqa shu narsa? Endi biz qo'ldan yem olib berganimiz hisobidan ularda nima dashti bergan ozgina yeb bergan hisobidan bizda sal oshiqroq. Misol xarajatimiz, foydamiz sal kamroq. Ularda $200 deganingiz bu keniki 2,5 million atrofida bo'lsa, bizga endi $150 shundaylar olib qoladi, $50. Har bitta qo'ydan. Shunaqa. 200 ta qo'ydim mabodo, keling. Bitta partiyada sotdingiz, hayitda tugadi. Tugadi. O'shandan
hisobini chiqarib olasiz o'rtoqlar. 100-150. Endi hozir hisobini olib aytyapti Boburjon. Bo'lishi mumkin 100, bo'lishi mumkin 150 har xil. Bo'lishi mumkin qaysi birlardir 200 gacha bo'lishi mumkin. U o'rtacha 150 deb oladigan bo'lsak, bu yerda 30 ming dollar atrofida bo'ladi-da. Shundaymi? Bu hozir foyda haqida gapiryapmiz. Xarajatlar chiqarilgan holda. O'rtoqlar, mana sizlarga xarajat va foydasi. Agar to'g'ri tashkil qilsa, haqqinglar bor sizlar daromad qilishga. Qancha daromad qilsanglar, uni bemalol ochiq oydin aytishga harakat halol mehnat xizmatini qilgandan keyin halol mehnati bor-da. Soliqlari to'lanadi. Hamma narsa qonuniy bu yerda, birovni aldayotgani yo'q, o'g'irlik qilayotgani yo'q. Xohlasanglar 150 dollardan 30 ming emas, 400 ta qo'y qilinglar, 60 ming dollar, 100 ming dollar daromad qiling. Xohlagancha imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, kengaytirib shu narsani yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Va bu narsani yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatish kerak. Buni nima uchun gibrid deyapmiz? Sababi nima buni? Bu endi arabi bilan Hisorini zoti qatishganligi hisobidan gibrid. Bu endi qarang, chol to'kuy baquvvat. Ikkita zotdan qatishganda bu. Duragey deyiladi. Qaranglar, bo'yinlarni qaranglar buni. Bu buqaga o'xshaydi-ku bu. Go'shtni masalasini ko'rib turibsiz O'zbekistonda. Qancha million pul chetga chiqib ketyapti go'shtga. Chetda biz boshqa xorijiy davlatlarga go'shtga qaram bo'lib o'tiribmiz. O'zimizda ham yetishtirsa bo'ladi, harakatini qilish kerak. Albatta. Aytganda bitta yana savol bo'ladi-da, o'sha aytilgan vaqtda qancha ves oladi bu? O'rtacha plus minus bilan. Misol 20 kilolik olsangiz, qo'zichoq. Qo'zichoq 1 oyda 150 gram, 100 gram, 200 gramda semiradi. 1 oyda bo'ladigan bo'lsa, siz buni 5-6 oy boqasiz. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa. 6 oy, 7 oy boqamiz biz. O'sha qo'zichoqlar shunda 1 yillik daromadimiz. 1 yil shunga nimamiz xizmatimizni qilamiz, bag'ishlaymiz. 3 oy, 4 oyda u aytgan so'may chiqmaydi. Misol ziyona chiqib qolishingiz mumkin. Siz hozir yillik 30 kilo, 40 kilo keladi deb so'ysangiz, u 25-30 kilo kelib qolishi mumkin. Hisorlarda kuniga 200 gramdan ham ves oladi dedi. Shundoq. Endi buni uchun aralashki bu. Shuni hisobidan aytayapman-da. Bu nisbatan demak sekinroq semiradi. Shundoq. Unda balkim qo'yni go'sht uchun boqish uchun hisorlarga e'tibor qaratish kerakdir. Shu. U endi 200 gram o'zgaradigan variant, to'g'ri. Bu sizlarda nisbatan kamroq olyapti. Sal kamroq olyapti. Bu o'zi haligi cho'llarda yurib, tezda ustidagi jingalakchigina shakllanish kerak va so'yilish kerak. Shunga mo'ljallanganda o'zi tagi aslida. Bu o'zi go'sht deyilmagan o'zi. Go'sht uchun bo'lsa shu arashan yo'q hisorlar boqilish kerak. Siz endi hozirgina aralashtiribsiz, o'sha arabi deyapsiz, boshqa deyapsiz, menimcha ozgina go'shtga yo'naltirilganroq bo'ladi ular. Endi har bir sohani ham qilib ko'rish kerak-da. Qarako'lchilik. Zo'r. Endi bu yog'i yilning oxiriga qarab xizmat ko'taradi. Shunaqami? Shunaqa. O'sha yerda endi boqishga tayyorlaydigan. O'sha yemlarni olasiz, shu yerda boqasiz, o'sha yerda bir qarorga kelinadi. Hali yoshsiz, necha yildan beri shug'ullanasiz bunga? 6 yil, 7 yildan beri tajribamiz bor. 6-7 yillik tajriba bor. Shundoq. Buni nima uchun gibrid deyapmiz? Sababi nima buni? Bu endi arabi bilan Hisorini zoti qatishganligi hisobidan gibrid. Bu endi qarang, chol to'kuy baquvvat. Ikkita zotdan qatishganda bu. Duragey deyiladi. Qaranglar, bo'yinlarni qaranglar buni. Bu buqaga o'xshaydi-ku bu. Bu ham shundanmi? Bu ham shunaqa. Qorako'lmi bu? Yo'q, men sal qorako'l. Endi sizda juda g'alati. Bu har doim urushga tayyor turar ekanda bu Boburjonning qo'ylari qarang. Lekin bu toza qorako'lga o'xshamayapti, baquvvatroq. Yo'q, sal qo'shmaroq. Bu ham, nima bilan qo'shilgan Boburjon bu? Bu ham shu duragey bilan. Duraga, qaranglar, bunisi yana boshqacharoq. Mashallah. Instagram kanalimiz bormi? Instagramimiz bor, lekin kanalimizni ochmaganmiz. Endi siz ham iltimos. Mana hozir biz bilan shu yerdan kelib olgan kontentlarimiz bor. Shularni hammasini asta-asta kanalga qo'yib yoritishda o'zimiz yordam beramiz. Bu yer Qorako'lmi? Qorako'l. Qorako'l chorva deb ochamiz-a. Bo'sh turibdi nomi, ishonavering. Hech kimda bu yerda kontent qilmayapti. Ertaga butun boshli O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qo'shni davlatlarimiz hammasi qo'yga qiziqadiganlar sekin sizga maslahat berib, o'zlarining takliflarini berishni boshlaydi. Birgalikda juda katta rivojlansa bo'ladi. Oz-moz kamchiliklarim bo'lsa, yordam beradi. Shu yerda juda katta usta, tajribali ustalar bor. O'tirganda bitta ko'rib sizga maslahat beradi. Uka, mana bu joyda, yerda berayotgan oziqani, ratsionda bitta harf, bitta yozilgan so'z bilan juda katta o'zgarib ketishi mumkin ertaga. Bitta maslahat bilan zot bo'yicha maslahat berishadi sizga. Oxiri shunaqa bir joyga kelasizki, Boburjon o'sha hayitgacha bo'lgan vaqt oralig'ida juda ham 30-40% samaraliroq ishlashi mumkin, foydaliroq bo'lishi mumkin. Shundoq. Ana shuning uchun sizni bu yerda o'zingiz kontentlaringiz bo'lish kerak, balkim maslahat beradigan joyingiz bo'ladi. Qorako'l bo'yicha sizning tajribangiz bor, uni berasiz, ularga o'rtoqlashasiz. Ertaga ular kamchilikni to'g'rilaydi. Boburjonning zo'r ishlari bor ekan, men qo'shiqlarga ko'ra havas qilyapman, lekin uni hech kim ko'rmayapti. Mana shuncha yo'l yurib keldik biz Buxorodan. Mana buni biz ko'rishimiz kerak. O'rtoqlar, Qorako'l
Qo'chqorlik yo'nalishi bo'yicha mana shu qo'chqorlarni faqat bu yerda urg'ochi ko'rmadim. Asosan qo'chqor ekan. Qo'chqor. Shu yerda ma'lumotlarni olib ketyapmiz va to'laqonlisini Boburjonda o'zini Qorako'l Chorva kanalidan inshaalloh ochib beramiz, qo'yib boradi. Biz o'zaro kollaboratsiyada olib boramiz va qo'ylarni sotib olinishi, yemlarni ratsionlari, qilayotgan ishlaringiz, kundalik o'zi tushmasangiz ham qo'ylarni olib tursangiz ham bo'laveradi. Montaj ham shart emas. Qo'ldan kelgancha Qo'yib yordamlashamiz. bering. Bugun mana shunaqa kun, o'zini kuniga qarab, oyiga qarab aytib ketasiz. Yemlarni beryapmiz. Mana bunaqa ratsion qildim. Masalan, ideal agrarda mana bunaqa ratsion oldim. Qo'yim avval shuncha gramm edi, hozir shunchaga yetdi. Mana bunisi bunaqa kasal bo'lyapti, bunisi yaxshi semirmayapti. Bu bunaqa zot desangiz, o'zi xudo xolasa odamlar ko'rib oladi. Kelishdikmi? Kelishdik. O'rtoqlar, qisqagina suhbat ichida butun boshli bu tizimni ochib bo'lmaydi. Shunday. Endi aytdik, mana kanallarni ochadi va ma'lumotni onlayn to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining kanallaridan olib ko'rsanglar bo'ladi inshaalloh. Qorako'lda bunaqa yoshlarimiz ko'paysin, bu narsa kengayib, O'zbekistondagi go'sht mustaqilligi erishishga katta hissalarni O'zimizdan ishlab chiqarish harakat qilamiz. Inshaalloh. Biz o'zbek xalqi o'zimizni hududlarda yetishtirilgan toza, ozoda, sifatli go'shtlar yeyishga loyiq xalqmiz. Loyiq. O'shanga harakat qiladigan yoshlarimiz ko'paysin inshaalloh. Baraka toping. Sizga rahmat. Ishlaringiz omad. Sog' bo'ling. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling.